O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2025-yilning 3-choragi bo'yicha biznes kayfiyati sharhini e'lon qildi. Unga ko'ra, tadbirkorlik muhiti bo'yicha mamlakat miqyosida ijobiy dinamika davom etmoqda. O'tkazilgan so'rovlar natijasiga ko'ra, tadbirkorlarning 62% joriy chorakda biznes shart-sharoitlari o'tgan chorakka nisbatan yaxshilanganini bildirgan. So'rovda 2000 dan ortiq tadbirkorlar ishtirok etgan va ularning fikriga ko'ra, biznes muhitidagi sezilarli ijobiy o'zgarishlar bank xizmatlari, kredit olish imkoniyatlari, litsenziyalash jarayonlarining soddalashuvi va raqobatning kuchaygani hamda yo'l infratuzilmasida kuzatilgan. Moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha natijalarda ham sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Xususan, 3-chorakda qarz majburiyatlari kamaytirilganini ta'kidlagan. Tadbirkorlar ulushi 14% dan 18% ga ko'paygan. Ta'lim, tibbiyot, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi va turizm sohalarida kredit mablag'lariga ehtiyoj yuqori bo'lib qolmoqda. Hududlar kesimida eng yuqori o'sish Farg'ona vodiysida kuzatildi. Jumladan, tadbirkorlarning 74% biznes sharoitlari yaxshilanganini bildirgan bo'lsa, 65% buyurtmalar hajmining oshganini ta'kidladi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarida esa biznes sharoitlari yaxshilangan deb baholaganlar ulushi chorak davomida 9% bandga o'sib, 60% ga yetdi. Ishlab chiqarish va buyurtmalar hajmida ham ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Mos ravishda 5 va 4% bandga oshdi. Buxoro, Navoiy va Samarqand viloyatlarida to'liq quvvatda ishlayotgan korxonalar ulushi deyarli 2 barobar o'sib, 7% dan 13% ga yetdi. Umuman olganda, so'rovda ishtirok etgan tadbirkorlarning 69% kelgusi 3 yilda mamlakatimizda makroiqtisodiy sharoitlar yaxshilanishiga ishonch bildirmoqda. Ta'kidlash joiz, ushbu ko'rsatkich 2025-yilning boshidan buyon muntazam oshib bormoqda. Sharhning to'liq matni bilan Markaziy bank rasmiy veb-sayti orqali tanishishingiz mumkin.